Dunyodagi eng yosh milliarder hozirgina darsga kirdi. Sizchi? Muxlismisiz? Dunyodagi eng boy yoshlar ofisda emas, balki universitet partasida o'tirishibdi. Birinchi qahramonimiz Livia Voigt. U endigina 19 yoshda. Braziliyalik bu qiz elektr motorlar ishlab chiqaruvchi gigant V kompaniyasining merosxo'ri va uning shaxsiy boyligi 1,1 milliard dollardan oshadi. Eng qizig'i nima bilasizmi? U kompaniyada bir kun ham ishlamagan, boshqaruvda yo'q, shunchaki oddiy psixologiya fakulteti talabasi. Ikkinchi fakt, siz Ray-Ban yoki Oakley ko'zoynaklarini taqasizmi? Ularning haqiqiy xo'jayinlaridan biri 20 yoshli italyanlik Clemente Del Vecchio. Otasidan unga nafaqat milliardlar, balki dunyo ko'zoynak bozorining katta qismi meros qolgan. Lekin Clemente oltin bola bo'lib yurishdan ko'ra jiddiy ilm-fan va fizika bilan shug'ullanishni afzal ko'radi. Uchinchi shok fakt, Kevin David Lehman. Dega bu yigit 14 yoshidayoq otasidan DM dorixonalar tarmog'ining 50% aksiyasini olib milliarderga aylangan. Hozir u 22 yoshda, lekin internetda uning rasmini topish deyarli imkonsiz. U shunchalik kamtarinki, boyligini ko'z-ko'z qilmaydi va o'ta yashirin hayot kechiradi. Xo'sh, sizningcha bu pullarni o'zi ishlab topish muhimmi yoki meros qolgani yaxshiroqmi? Izohlarda fikringizni qoldiring va biznes olamining eng qaynoq yangiliklari uchun sahifamizga obuna bo'ling.